20 kilovat stansiyamiz bilan siz oyiga 2 million foyda bilan chiqyapsiz. Assalomu alaykum. Premium Solar kompaniyasiga xush kelibsiz. Menejer Zayniddin bilan quyosh panellari masalasida telefon orqali gaplashgan edik. Bu yoqqa o'tirib tursangiz, hozir chaqirib beraman. Assalomu alaykum Sardor aka, yaxshi keldingiz. Men sizga o'zimizning skladimizda bor bo'lgan Longji, Era, Ronma, Jinko panellarni tanishtirib o'tgandim. Xo'p, o'ylab ko'raman, ofisimizga kelaman degan ekansiz. Alloh nasib qildi, men ko'rishib turibmiz. Aka, qaysi panel sizga ma'qul bo'lib turibdi hozir? Menga hozirgi kunda Jinko panellari ma'qul bo'lyapti, chunki boshqa kompaniyalar bilan bog'landim. Jinko panellarda to'xtadim. Shuni bir hisob-kitob qilib bersangiz 20 kilovatga. Juda ham yaxshi. Sizni xonadoningizga qo'ymoqchi edik. Albatta, xonadon uchun qo'ymoqchi. Juda ham yaxshi. Xo'p, Jinko panelni oladigan bo'lsak, 620 wattlik panelimizda 20 kilovat uchun aka 32 dona panel kerak bo'ladi. Bu panelimizni 1 vattini 12.4 sentdan sotayotgandik. Endi siz doimiy mijoz bo'lib, xudo xolasa yaxshi mijozimiz bo'lib qolishingiz uchun sizga 620 wattlik Jinko panelimizda 1 vattini 12 sentdan qilib beramiz aka. O'shanda 620 wattlik panelimizda bir donasi sizga 74.4 dollarga tushadi aka. Bir dona panel. Bir dona panel. Sizga undan 32 ta kerak bo'ladi. 32 tasi 74.4 dan 2380 dollarga aylanyapti. 2380 dollar. Endi bunga inverter kerak bo'ladi. DA inverterlarni qo'yib beramiz. Xo'p, DA inverterlarni 20 kilovattligi aka, bu sizga 850 dollarga tushadi. Garantiyalari qanaqa aka? Garantiyalari 10 yil garantiya beramiz. 10 yil garantiya. 10 yil. Panellarimizga 30 yilga degradatsiyasiga garantiya beramiz. 850 dollar 20 kilovatli DA inverterimiz. Bundan tashqari elektrika qismiga sizga 450 dollar ketadi. Metal konstruksiyada agar 4x4 profil qiladigan bo'lsak aka, 4x4 yaxshisidan foydalanadigan bo'lsak, sizga 800 dollarga bitadi metal konstruksiya bo'linmasi. 800 dollar bilan 20 kilovatli stansiyani metal konstruksiyasini bemalol yig'a olamiz. 1 kilovatiga ustanov haqimizga 400 ming so'mdan yig'ib beriladi. 400 ming so'mdan. Bu 8 million atrofida bo'lar ekan. Endi dollarda hisoblaydigan bo'lsak 680 dollarga ishingiz bitadi ustanov haqiga. 680. Xo'p, endi buni jamisini yig'adigan bo'lsak aka, 2380 dollar 32 ta panelingiz, Jinko 620, 850 dollar inverteringiz, DA inverteri. Xo'p, 450 dollar elektrika qismi va 800 dollar metal konstruksiya. Shu bilan birgalikda 680 dollar sizda usta xizmati. Bu 5160 dollarga bitar ekan sizga. Boshqa xarajat qilmaysiz. O'sha 5160 dollarga siz 20 kilovatli fotoelektrik stansiyani Jinko panellaridan yig'dirtirib olasiz. Xo'p, endi bu menga bir oyda qancha daromad keltiradi? Shularni ham bir hisoblab bersangiz. Siz tushundim Sardor aka. Hozir men sizga 20 kilovatli stansiyamiz, oylik rasxodlaringizdan kelib chiqib, qancha foyda ola olasiz, o'sha narsani men sizga hisoblab beraman. 20 kilovatli mana shu stansiyamiz bir kun davomida o'rtacha 100-110 kilovat tok ishlab chiqarib beradi. Endi 100 kilovatini oladigan bo'lsak, bir oy davomida sizga 3000 kilovat tok ishlab chiqarib beradi degan. Hozir menga aytganingiz oylik rasxodim 1 millioncha bo'lyapti deb. Albatta. Hozir davlat 1 kilovatini 1000 so'mdan sizdan sotib olyapti, har bir kilovatini. Sizga oylik 3000 kilovat ishlab chiqarib berar ekan-ku 20 kilovatli stansiyamiz. Siz davlatga 3 million so'mga sotib olasiz uni. Oylik rasxodingiz 1 million ekan, 20 kilovatli stansiyamiz bilan siz oyiga 2 million foyda bilan chiqyapsiz. 1 million rasxodingizda olib chiqarib tashlaganda. Bemalol qo'shimchasiga daromad olishingiz mumkin bo'ladi. Endi hozir maksimal 1 million hisobladik. Siz 62 millionga bu stansiyani bitiryapsizmi aka? Har oy siz 2 milliondan foydadan chiqyapsiz. Bu degani siz 31 oyda uzog'i bilan siz 2,5 yilda bemalol buni pulini chiqara olasiz bu stansiyani. Agar sizga ham rasxodingizdan kelib chiqib, necha kilovatli stansiya o'rnatish kerakligi va ularning narxlari haqida batafsil ma'lumot kerak bo'lsa, kommentariyada plus belgisini qoldiring.